Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Dadamni bugun Gollandiyadan kelgan gullarni xaridi. Hozirgina bittasini olib keldim. Hozir raspakovka qilamiz. Xullas, mana chiqarib oldim. Mana bu Oya Gollandiya. Hali nomlarini yaxshilab o'rganib olganim yo'q. Uni ko'paytirishga oldim. Ahvoli juda yomon emas. O'rtacha. Yaxshi. Faqat ko'p turib qolgan shekilli, qotib qolibdi suv chanqab. Mana etiketkalari. Keyin atsveshka orxideyalar, bular ham Gollandiyaniki. Bundan oldin bitta olib eksperiment qilib ko'rgandim. Yaxshi, zo'r bo'ldi. Ildizlari ham, yangi barglari ham chiqyapti. Kesilgan svetonosdan yana svetonos chiqib, gullab g'unchalayotgandi. Kichkina o'g'lim hamma g'unchalarini terib olibdi. Endi ochilaman deb turgan paytda. Nimalari yaxshi shekilli sheykalari. Xullas, bularni yana eksperiment qilishga oldim. Ranglari esimda yo'q. Chunki уже sovurgan ekan gulini. Lekin qaysiniki bilmayman, mana bilinmay qolgan. Bittasini bargini chekkasi fioletoviy bo'lsa, bittasinikini o'rtasi fioletoviy shekilli. Gullasa bilamiz, mayli. Bu ham mana ikkinchi. Faqat nima deydi? Gullab bo'lgan, atak o'zi sog'lom. Normalniy ekan mana. Qurigan bir ikkita ildizlari bor. Olib tashlaymiz. Buni yana пересадка qilamiz. Pasportlari. Nima deydi? Phalaenopsis. Xullas, yaxshi, zo'r holatda. Endi bularni пересадка qilib, adaptatsiya qilib uyga g'unchalatamiz yana. Keyin bu Jacqueline Alakaziya. Bu zakazga keldi. Opam so'ragandalar, o'zimnikilarni sotib o'rganman. Endi buni inshaalloh пересадка qilib, opamga uyda boqish uchun moslashtirib, пересадка qilib beraman. Bu Hoya Sigillattis. Lekin bunisi Xitoy. Bu Gollandiya juda qimmat turadi. Unga tushim o'tmadi. Xullas, buni ham ko'paytirishga, bunda mendan yo'q edi kolleksiyamda. Ikkalasidan ham kolleksiyamda yo'q edi. Mana endi bor. Nasib bo'lsa bularni ham cherenkalab, tez orada sotuvga chiqaraman. Ko'pchilik kechaga mana bu Xitoy kalistafilalarim brom bo'lgan. Bular kecha пересадка qilgan gullarim. Deyarli hammasi brom bo'ldi. Bulardan qolmagan. Alakaziyalardan bu Tigrina. Mana oyoqchasi mana shunaqa bo'ladi. Keyin bularım ham mana yomon emas. Shu orada ko'rsatib o'tay. Yaxshilanib bitta barga singan ekan, tiqib qo'ygandim. Men bilan hammasi dayski xoyalarim. Kalistafiyalarning taykasi ham bor. Tezroq harakatga kelsin deb yarim teplishga qilib qo'yganman. Villoza Longni buni chirenoklarini deyarli sotib tugatdim, bitta qolgan. Bu Villozani o'zi. Bundan tugadi shekilli adashmasam. Endi biroz o'ssa keyinroq chiqadi sotuvga. Men bu Tonsoni, bu ham Xitoy, lekin mana o'suvlari yaxshi. Mana yana qo'zg'alib qolgan. Bularni tez orada sotuvga chiqaraman. Bular sotuvda bor, aytgancha bor. Keyin men bularni detkalarini hali tayyor emas, tayskilarni detkalarini kesib qo'yganman. Kurtusi bor, mana. Bu ham tayski. 3 ta 4 tadan sayilgan deyman, nima deydi? Chirinok qilingan. O'suvlari zo'r, har bittasi mana, har bittasida o'suv tochka bor. Hatto 2 tadan bor mana.
Bular ham nasib bo'lsa sotuvda bor. Mana bularni kesganimdan keyingi o'sgan holatim hozir. Bu xo'ya no'y, bu ham tayski. Ana sizlarga. Mana bu yangi barga. Yaqinda ochgan yangi barg. Mana holati. Bundan ham bitta bor edi shekilli, adashmasam sotuvda. Xullas, hozirgi bundan ham bor. Bu Gollandiya xo'ya Vayetti variegatni. Buni o'zi ham sotiladi, chirinoq qilib ham sotiladi. Mana. Bular ham deyarli tugagan. Bular o'zimning kolleksiya alokaziyalarim, bularning orasidan ham sotiladiganlari. Ba'zilari bron bo'lgan, ba'zilari bitta yarimta bor. Keyin mashlarni ham ko'rsatib o'tay. Bular Antiurum barxitni. Oyim barg ochyapti, ura! Bular hali yaqinda keldi menga, Luxurians. Ozgina urinishlar bo'lgan, lekin yangidan o'suv bor. Asosiysi ildizi toza va o'suv bor. O'suv bo'lmasa ham ildiz bilan tana baquvvat bo'lsa qolgani hech nima emas. O'zi hammasini eksperiment uchun qilyapman, ko'pchiligini ko'paytirish uchun. Mana bu ham qo'zg'alib qopti, yangi bargi. Bu ham Gollandiya. Qimmat sortlardan. Men bular ham mana bular hali o'tgan kecha keldi menga. Mana shu bilan mana bunisi Super Silver Blush. Ertalab suv bergandim, hali ichib to'yib olmabdi. Mana bargini kattaligi, chiroyliligini qaranglar. Bular ham nasib bo'lsa ildizlatib, kesib, ko'paytirib, proba qilib, keyin sotuvga chiqadi. Bunisi yana boshqa sort. Mana. Voy, chiroq o'chib qoldi. Mana. Chiroylimi? Xullas, shunaqa gaplar. Keyin yana bitta narsani ko'rsatmabman, boshqa joyga o'tib ketibman. Pink Dragon bu Gollandiya. Men o'zim oldin Xitoyni boqqanman, mana Xitoyi. Bu detkasi Xitoyni. O'sha klubindan chiqartirgan detkam. Endi Gollandiyani ham boqib ko'rmoqchiman, lekin zo'r o'sadi. Rosa beor, unaqa injiqlik qiladigan gul emas. Xullas, bugungi pakubkam. Mashallah deb qo'yinglar. Kimga shunaqa gullarni detkalchalari kerak bo'lsa, sifat, menda birinchi o'rinda sifat, keyin narx. Bemalol Telegramga kirib, telefon raqamlarim profilda bor. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ismim Nilufar. Like va podpiska qilib, kommentariyalar yozib ketinglar.